Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun biz sizlar bilan Abu Mansur al-Moturudiyning E'tiqod tarbiyachisi nomli kitobi haqida o'rtoqlashamiz. Abu Mansur Moturidiy sun'iy e'tiqoddagi ikki yirik ta'limotlardan biri bo'lmish Moturidiya ta'limotining asoschisidir. Bu zot o'z davrining islomiy ilmlari sohasidagi eng yetuk ilm sohibi hisoblanib, musulmon dunyosi olimlari tomonidan tan olingan va hozirda ham turli diniy asarlarda zo'r ehtirom bilan tilga olinadi. Moturudiyning Imom al-Hudda Hidoyat yo'li imomi nomi bilan ulug'laganlar. Ushbu kitobda Imom Moturidiy hamda uning ilmiy ijodiy faoliyati xususida so'z boradi. Moturidiya ta'limoti ilm egallash jarayonida bag'rikenglik g'oyasi asosida inson aql zakovatini o'rni va ahamiyatiga yuksak e'tibor qaratadi. Bu o'z navbatida ushbu ta'limotning keng ommalashuvida muhim o'rin tutgan. Bunday g'oyalarga bugungi kunda ham insoniyat katta ehtiyoj sezmoqda, deydi o'z so'zida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Ushbu kitobda muqaddima, Imom Moturidiy yashagan davr va uning hayoti, Moturidiyning ilmiy mavqei va martabasi, shogirdlarning yaxshisi, ustozlarning ulug'i, kalom ilmi haqida, Imom Moturidiyning ilmiy merosi, Imom Moturidiyning boshqa ilmiy asarlari, Moturidiya ta'limoti, haq va botil bahsi, Abu Mansur Moturidiy, Navoiy vasfida xotima, Imom Moturidiyga berilgan e'tirof kabi ma'lumotlar joy olgan. Moturidiya ta'limotining eng yorqin vakili Abul Mu'min Nasafiy Moturidiyning ilmiy mavqei va kalom ilmidagi qadr-qimmatini yuksak baholab, quyidagi so'zlarni bayon qilgan. Mavron nahrida Moturidiydan tashqari barcha Hanafiy olimlar mavjud bo'lmaganda ham Abu Mansur Moturidiy ularning o'rniga kifoya qilar edi. Chunki u shunday zotki, ilm ummonining eng qariga sho'ng'ib, undan duru gavharlarni olib chiqdi va diniy hujjatlarni o'zining fasohati, mislsiz zakovati bilan ziynatladi. Shuning uchun u vafot etganda Shayx Abul Qosim Hakim Samarqandiy qabri ustiga ushbu qabr ilmlarini o'z nafaslarigacha qamrab olgan. Uni tarqatishda ko'p zahmatlar chekkan. Qoldirgan merosi ko'p madh qilingan va o'zining umr daraxtidan ko'plab mevalar tera olgan zotning qabridir, deb yozishlarini buyurgan edi. Bularning barchasi Imom Moturidiyning oliy martabasiga va ilmi o'tkirligiga, ahli ilmlar orasida dong'i ketganiga dalolat qiladi. Ahli ilmlarga Imom Moturidiyning ilmi va teran fikri o'ta ma'qul kelgan va ular unga butkul ishonishgan. Bunga dalolat qiluvchi so'zlar ahli ilmlar orasida juda ko'p bo'lib, bu yerda ulardan ayrimlari keltirildi xolos. Risola keng o'quvchilar ommasi uchun mo'ljallangan. Sizlarga ham ushbu asarni Norin tuman axborot kutubxona markaziga kelib o'qishingizni tavsiya qilaman.